Dikşene devamı, hürmetlik vatandaş. Şundaqla, evvel elan qilgan bayonot bilan bugun elan qilgan bayonot ro'shan selishtirim bo'lib qoldi dedi. O'tgan hafta juma kuni 12-ayning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatı kishilik huquqqa xiloflik qildi deb ayblab, butun yer shari bo'yicha 10 necha shirkat va shaxsiylarga embargo yurgizdi. Cümleden Cungo şirketleri ve grejdallarını meclisi kalıdı. Bunun içinde Cungo Kompartiya Tibet Partikomu'nun sabık sekreteri Wu Yingje ve Tibet Cemaat Xavfsizligi Nazaratining naziri Zhang Hongpo qatorliqlar bor. Bayonotchi Wang Wenbin mundaq dedi. Embargo qilish Jungoning ichki ishlar qo'pollik bilan aralashganlik. Xalqaro munosabatlarning negizlik prinsiplari ochiq oshkora xiloflik qilganlik. Amerika Jungo munosabatiga eg'ar zarar yetkazganlik. Jungo taraf bunga qat'iy qarshi turdi va qat'iy ayblaydi. Ko'rdingizmi? Bir ish kun ichida paydo bo'layotgan pozitsiya. Jungo tashqi ishlar ministrligi bayonoti. O'tgan shanba kuni, ya'ni 12-ayning 10-kuni Xalqaro kishilik huquq kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchisi Nikolas Bornus bayonot e'lon qilib, Jungo hukumatining kishilik huquqni bostirishini to'xtatishga chaqiriq qildi. Bosh elchi Bornus bayonotida bundoq ko'rsatdi: Amerika hukumati Jungo hukumatiga shundoq chaqiriq qildiki, Jungo hukumati Xinjiangda Müstemlik Uyg'uristonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'xtatish kerak. Tibetda bostirish siyosatlarini va Shanghayda oliy avtonomiyani parchalamoqchi bo'lganligini, tinch yo'l bilan fikr bayon qiluvchilarni xohlagancha qo'lga olishni va yer shari bo'yicha davlat olqigan bostirish harakatlarini to'xtatish kerak. Bosh elchi Amerika Qo'shma Shtatlari Beijingda turishdi. Bayonot. Bayonotchi Wang Wenbin haftaning 1-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Amerika tarafining bu bayonoti Jungodagi kishilik huquq ahvolini qora qo'yuq ayblash bo'lib hisoblanadi. Bu Amerikaning zo'mgarlik tabiatini aks ettirib beradi. Kishilik huquq bilan Jungoning ichki ishlariga aralashib, Jungoning muqimligi va taraqqiyotiga ham millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilish siyosiy maqsadini oshkorlab berdi. Jungo taraf bunga qat'iy qarshi turdi. Jungo Amerika davlat boshliqlari yuqori darajali suhbatiga ergashib, suhbatni davomlashtirish. Bu 3 parcha maqolani shu bugun so'zlayotgan 3 parcha bu Reuters'ning xabarlari Amerika ovozida berilgan juma vatandosh. Prezident Joe Biden 11-ayning 14-15-kunlari Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilgan 20 davlat yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida Jungoning raisi Xi Jinping bilan 100 tirani suhbatlashdi. Biz tunugillarda muhokamada so'zladik bu jarayonni. Suhbatda hech nimaga qaramay to'g'ridan-to'g'ri muhokama olib berildi. Mana tunugun ikki bitida yo'q, hamma o'tirib to'xtay degan edi. Amaliyotdan bugun Reuters agentligida kelyotdi bu. Ikki taraf hech nima qaramay to'g'ridan-to'g'ri muhokama olib bordi. Ikki davlat, ya'ni Jungo Amerika rahbarlari suhbati jiddiylashayotgan Amerika Jungo munosabatining yomonlashib, yangi so'q munosabatlar urushga taraqqiy qilishining oldini olishga tirishdi. Davomini anglashtirdik.